Assalomu alaykum. Cherry Ademaster Sampina YouTube obunachilari. Ko'rishingiz mumkin, bugun ko'radigan avtomobilimiz Cherry Arizo 6 Pro intelligent pozitsiyasi. Avtomobilimiz 1.5 turbina, 147 ot kuchiga ega va shaharda rasxodi 8 litr tashkil qiladi. Avtomobilimiz full komplektatsiya hisoblanadi. LED optika, 360 kamera, слепой zona, полосу держания, покидание полосы, hamma funksiyalari mavjud. Avtomobilimizda beskulchoy dostupda bo'ladi va ko'rishingiz mumkin, kojinli salon. Tarpetkalari ham yumshoq bo'ladi. Lobovoyda, bokovoyda, rulda, oldi, orqa qator sidyan, orqa lobovoyda abagrev bo'ladi. Va har bir stoykamizda o'sha airbag bilan qoplangan. Беспроводная zaryadka, o'sha joystikli variant bo'ladi avtomobilimizda. Lyuk mavjud. Ko'rishingiz mumkin, salonda podsvetkalari va lyuk upravleniyasi bo'tdan bo'ladi. Avtomobilimizni ko'rishingiz mumkin, orqa qatorlari ham ancha keng bo'ladi. Eng asosiysi slepoy zona. Hozirgi kunda ayollarimiz uchun, hamma o'zi shaharda yurgan ko'pchilik uchun slepoy zona muhim hisoblanadi. Chunki probka, tirbandliklar juda ko'p bo'lgandan keyin avtomobildagi qo'shimcha funksiyalar sizga juda katta yordam beradi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, Arizo 8 gibrid novinka avtomobilimiz hisoblanadi. Avtomobilimizning zapas xodi 1400 km tashkil qiladi va bundan 1250 km ni benzinda, qolgan 150 km ni tokda ishlatib chiqaradi. Avtomobilimiz 1.5 turbina va elektr va benzin holatida avtomobil ot kuchi 299 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Avtomobilimizni ko'rishingiz mumkin, bokovoylari ham o'sha boshqacha dizaynda jihozlangan. Beskulchoy dostupda. Avtomobil oldiga pult bilan kelsangiz, avtomatически ochiladi. Avtomobilimizning uzunligi 4.7 ni tashkil qiladi. Diska balonlarida ham ko'rishingiz mumkin, необычный dizaynda. Avtomobilimizda lobovoy, bokovoy, bunday ham xuddi o'sha abduf abagrevlari mavjud. Avtomobilimizdan keling. Orqalarini ham ko'ramiz. Orqa qator dizaynlariga e'tibor bering, o'sha boshqacha ishlangan va bu xavfsizlik jihatdan o'ta xavfsiz mashinalar qatoriga kiradi. Nima sababdan? Siz, например, dovonlar oldiga kelib qoladigan bo'lsangiz, orqa qator eshigingiz ochilmaydi sizda. Avtomobilimizdan keling, beskulchoy dostupda bo'ladi, ya'ni pult bilan oldiga kelsangiz, avtomatически o'zi eshigi ochiladi. Ya'ni kaltdan ochiladi. Eshik dizaynlariga ham e'tibor bering, boshqacha dizaynda. Bu mashinamizda ham 10 ta kolonka, bitta samfer, 3 kishiga настройка pamyat qilsangiz bo'ladi. Avtomobilimizda yana bir funksiyasi, mashinaga pult bilan kelib, tormoz boshlaydigan bo'lsangiz, avtomatически zavod bo'ladi o'zi. Va eshikni yopamiz. Sidenya pamyatlari sizni bo'yingizga moslashadigan bo'ladi. Ichida bеспроводная zaryadka, ko'rishingiz mumkin, pastakanchik va tarpetkasi ham yumshoq tarpetka bo'ladi va displey bilan monitor bitta qilib premium klassdagi displey hisoblanadi bu. Ko'rishingiz mumkin, bunda ham panorama yo'q. Oynali, ya'ni osmonni ko'rib ketaverasiz bemalol va orqa qatorlarni ham ko'radigan bo'lsangiz, avtomobilning yana bir qo'shimcha funksiyasini aytib o'taman. Avtomobilda весовой datchiklari mavjud. Siz mashinadan tushadigan bo'lsangiz, avtomatически o'zi zavod holatidan o'zi o'chadi. Orqa qatorlarga ham e'tibor bering, o'zi ancha katta bo'ladi. Abagrev sidyenyalar upravleniyasi ham orqani o'zidan bo'ladi. Дополнительный deflektorlari bilan. Va asosiysi ham xalqimizga asosan bagaj qiziq bo'lgandan keyin bagaj qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Bagaj hajmi 480 litr va bagajda samferimiz joylashgan. Hammalarni kutib qolamiz. Yana avtosalonimizga kelsanglar, Tiggo 8 Pro Max, 7 Pro, 7 Pro Premium variantlarini ham ko'rishingiz mumkin. Pro luxury pozitsiyasini mijozimiz uchun tayyorlab qo'yganmiz hozirda. Kelib bemalol test drayvlarimizdan foydalansanglar bo'ladi. Hamma modellarimizga test drayvlarimiz mavjud. Avtosalonimizda yana qo'shimcha sizga qulayliklardan biri, любой olib kelgan mashinalarni olib qolamiz va sizga o'rniga yangi avtomobil chiqarib beramiz. Hamma mashinalarimiz наличиеda mavjud. Va manzilimizdan aytib o'tadigan bo'lsak, manzilimiz Toshkent shahri Yunusobod tumani Gullola ko'chasida joylashgan. Orientir qilib Sanpi больницаning ro'parasi yoki Selxoz chorrahaga kelishingizda o'ng qo'lingizda joylashgan bo'ladi. Hammalarni kutib qolamiz. Qo'ng'iroq qilinglar, tez drayvlaringizga yozib qo'ying.